Assalomu alaykum, hurmatli Qulupnay biznes kanalining obunachilari, dehqon akalar. 2026-yil 24-aprel bizda mana Clearinol qulupnaylarimiz. Bugungi holati mana. Hosildorligimiz Xudoga shukr juda yaxshi. Bizda endi qizarishni boshladi. Bizda qulupnaylar sal kechroq pishadi. Qulupnaylarimizda mana qizarib boshlaganlari, keyin bizda mana oqarib turganlari, keyin mana maydalari, keyin mana gullayotganlari ham bor. Xo'sh, tupimizning mana ichiga qaraydigan bo'lsak, unchalari ham bor hali. Hali ochilmagan. Endi ochilishni boshlagan unchalari ham bor. Qulupnayimiz italyanskiy Clearinol qulupnay. Xo'sh. Hosildorligi Allohga shukr. Juda yaxshi hosildorligi ham. Juda zo'r. 60-70 tadan, ba'zilarida 80 tadan, ba'zi ko'proqlarida 100 tagacha mevalari bor. Shu 60 ta atrofida mevasi bo'lsa bo'ladi. Uni ko'pi ham yetkazib bera olmaydi, mayda bo'lib qoladi, juda ko'p gullaversa ham. Avvalgi qilgan paytimizda mana bu oilalaridan 3 ta, 4 ta, ba'zilaridan 5 tagacha oila qo'yilgan. Shuning hisobiga ba'zilarida 100 talab gul bor. Shu oilasidan 3 ta qo'ysa ham bo'lar ekan. 3 ta qo'ysa ham shu hosildorligi ancha yaxshi bo'lar ekan. Bizda hali terim bo'lgani yo'q. Endi qizarishni boshladi, xudo xolasa. Bir 2 kunda terim bo'lib qoladi. Bu yerga 10 agat ekilgan. 10 ta agatimizga 5 tasiga Clear ekilgan, 5 tasiga Albion ekilgan. Albionlarni ham ko'rsataman hali. Xo'sh, ildizdan 2 marta oziqa berildi, o'zi 2 marta sug'ardim. Bu yil yog'ingarchilik ko'p bo'lyapti, ko'p suv qo'yib bo'lmadi, shunga 2 marta oziqa berdim. Xo'sh, bargidan oziqalar berilgan, bargidan monofosfat kaliy sepilgan. Keyin izobion sepib turish kerak. Bu yil ob-havo birdan sovib ketib, bir 2 kundan keyin yana birdan isib ketyapti. Shunday holatlarda mana bu barglari ichiga buralib qoladi, stressga tushib buralib qoladi. Ana shu stressga tushgan payt shunday buralib qoladi. Shuning uchun stressga tushib qolmasligi uchun izobion bersa ham bo'ladi. Tarkibida aminokislotasi bor oziqalardan bersa, stressga birdan isib yo birdan sovuq bo'lib ketishdan, stressga tushib qolishdan himoya qiladi. Mana shu yerda bu tarafimiz mana shu yergacha Clear. Ana bu agatlarimizda ham Clear. Mana shu joyga ozgina alba ekilgan, alba. Albaning hosildorliklari ham bo'ladi yaxshi. Albadan ham tekda pishgan mevalardan yeb ko'rdim, lekin albaning ko'rinishi chiroyli, bozorgirligi yaxshi. Lekin Clearning ta'mi shirin. Albaga nisbatan. Bular alba. Qulupnay tushunganlar mana bargidan ham taniydi albani. Bular alba, shu albadan ozgina ekib ko'rganmiz. Xo'sh, qolganlari
kleri. Mana bu ham alba. Yonidagi kleri. Alba endi men qulupnay 3 yildan beri shug'ullanayotgan bo'lsam, shu albaning shunisini bildim. Buni ildizi juda baquvvat bo'lar ekan. Ildiz sistemasi bu kleriga nisbatan ancha baquvvat bo'lar ekan. Kasallikka ham chidamliroq bo'lamagan deb o'yladim. Albani. Mana bu qulupnaylar, bular albion. Albionlar mana hali rosa gullab yotibdi. Bizda endi ichki bozorda qulupnaylar sekin to'kab boshlagan paytda bizning qulupnaylar chiqadi. Albionlarim yaxshi. Hosildorligi juda yuqori. Rosa gullab bizdan qaytib, ba'zilari bitta ikkita qizarib boshlaganlari ham bor. Bular albion. Albionlarning orasiga mana shunday qulupnaylar tushib qolgan. Bu kabrilla. Bilishimcha. Ozgina malina ham ekib qo'yganmiz shu yerga. Malinamiz 1 2 3 4 5 xil navda malina. Bizga qaysi biri qulay bo'ladi? Shu 5 xilidan ekib qo'ydik. Mana bunisi yejavika. Тройная корона degan yejavika. Mana yana alba sizlarga. Mana davomi kleri. Shunday klerilar ketgan. Hosildorligi klerilar juda yuqori. Gullab pishyapti, bu yoq gullayapti. Hali ochilmagan unchalari ham bor. Mana bu alba. Albaning ildiz sistemasi juda baquvvat bo'lar ekan. Bargidan ham bilinadi alba. Bunisi kleri. Mana shu joyda bir ikki top qulupnayimiz bor. Xo'sh, kabrilla. Kabrillani boshda shu joyga olib kelib ekkan paytimda bundan ko'chat olmaganman. Ta'mi yo'q ekan deb ko'chat olmay ozgina qoldirib qo'ygandim. Shu yo'qolib ketmasin deb. Xo'sh, hosildorligi buning ham juda yuqori bo'lar ekan. Xo'sh, yana bitta ma'lumot, mana shu kabrillaning ekilganiga bu yil 3 yil. Xo'sh, 2 bahor hosil berdi. Bu yil mana 3-yil bahorda hosil berishi. Bir marta ekilgandan keyin. Shunday bo'lar ekan. Kabrilla. Xo'sh, bu qulupnaylarimiz 2-yil hosil berishi. Bular o'tgan yil bahorda ham hosilni olganmiz. Keyin yoz oylarida ham ozgina hosil bergan bu joylarimiz. Oldingi videolarda qo'yganmiz bu yerlardan yoz paytida hosil olingan hosillarni ham. Bu yil mana 2-yil bahorda hosil beryapti. Hosildorligi juda yuqori. Yaxshi. Bu kleri. Kleri navli qulupnayimiz. Mana shu joyda ozgina mana koreyskiy solixen. Qishda issiqxonalarda, stilajlarda rosa hosil beradigan koreyskiy solixen navli qulupnay bu. Shu yerdan ozgina ekib qo'yganmiz. Ochiq dalaga bizda uncha o'xshamadi.
balkim qayerdadir o'xshar, lekin ochiq dalada biza uni ma'qul qilmadi. Mevalari ham maydaroq bo'lar ekan. Bu ham 2-yil. O'tgan yil bahorda ham turgan, bu yil 2-yil. Xo'sh. Mana bular 2-yilgi albionlar. Albionlarimiz bu tomoni kleri. Oq salafandagilar albion. Bu yerdagi hammasi 2-yil. 2-yil hosil berishi. Hosildorligi juda yaxshi. Xo'sh, endi kunlar isib boshladi. Kunlar isib boshlagandan keyin qulupnayning ashaddiy dushmani o'rgimchakkana. O'rgimchakkana tushishdan oldin dorilarni sepib turish kerak. O'rgimchakkana bir tushgandan keyin yo'qotish ham qiyin. O'simlikda shunday bosib ketgandan keyin o'simlik shunday turishga quritib qo'yadi. Xudo xolasa mevalari pishganda ham video qilib borishga harakat qilamiz. Keyin nima oziqalar beriladi? Gul davrida nima oziqalar beradi? Gullagan payt, hosil davrida nima oziqalar beradi? Yana bir bora oldin ham qo'yganmiz, yana bir bora eslatib o'tamiz hali keyingi videolarda, xudo xolasa. Hosillarni ko'rsatamiz. Qancha hosil chiqqanliklarini xudo xolasa yozib 10 stuk, adashmasam bir 10 stuk maydonda qulupnay. Bu yerda bir 4 stukcha bor. Keyin narigi tarafda 6 stukcha qulupnaylarimiz bor.